Jalaquduq tumanidagi Aqcha mahalla fuqarolar yig'inida aholi turmush sharoitini yaxshilash yo'lida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda mahallada ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahallada 3 ta ko'cha, 536 ta xonadon mavjud bo'lib, jami 2632 nafar aholi istiqomat qiladi. Ilgari 60 ta xonadonda ichimlik suvi ta'minotida muammolar kuzatilar edi. Shu bois aholining talab va ehtiyojlarini inobatga olgan holda tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bizda hozirda aholi soni 2632 ta, 536 ta xonadonimiz bor. Ko'plab muammolarga, ya'ni e'tirozlarga, arizalarga sabab bo'layotgan muammoli masalalardan bittasi suv masalasi edi. Endi asosan 70% suvlashgan. Og'ir mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha bizning mahallamizda ham ishlar ketyapti hozirda. Shu qatorda suvga e'tibor berildi, ya'ni bizga yana qo'shimcha suv bashniyasi kala berilish hozir nazarda tutilgan, hozir ish ketyapti. Mana shu ishlar yakunlanadigan bo'lsa, shu 50 ta 60 ta xonadonimizda suv bo'yicha muammo qolmaydi. Xudo xolasa hammasi suv bilan ta'minlanadi. Mahallada suv bo'yicha muammo qolmaydi. Ayni paytda mahallada bitta yangi suv quduqini ishga tushirish, shuningdek 3 km 400 metr masofaga quvur tortish ishlari olib borilyapti. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur loyiha to'liq foydalanishga topshirilgandan so'ng Aqcha mahallasi aholisi 100% darajada toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bu esa nafaqat odamlarning kundalik turmushiga yengillik beradi, balki hududda sog'lom hayot tarzi va sanitariya sharoitlarini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.